بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز محترم شيخ hazretleri, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar. Barchalaringiz Islom.uz portalining 1494 yilga atalgan tanlovi yakuni munosabati bilan tashkil qilingan ushbu majlisga xush kelibsiz. Alloh taolo ushbu xayr majlis tomon bosib kelgan qadamlaringizga ajr va hasanotlarni ziyoda aylab, bu majlisni o'zimiz ko'zlagandan ko'ra chiroyli suratga o'tishini o'zi nasib etsin. An'anamizga ko'ra majlisimizni avvaliga Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Hozir bizga Husaynxon Xoli tilovat qilib beradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. O'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bu jamoatda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini barchalarini bahramand aylagin. Elimiz, yurtimizda ilmga, ma'rifatga, dinga, diyonatga xizmat qilib o'tgan azizlarimizni barchalarini bahramand aylagin. Xususan yaqinda vafot etgan ulamolarimiz bor. Jumladan Do'st Muhammad nomlamiz yaqindagina vafot etdilar. Bu kishini undan oldingi o'tgan ulamolarimizni hammalarini o'zi sharifi rahmat, shoista jannat qilgan, qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgan. Alloh ushbu o'zining kalomining Qur'onni o'tganlarimizni barchalariga shafoatchi qilgan. Tirik yurgan azizlarimizni hammalariga hidoyatchi qilgan. Boshlayotgan bu xayrli ishimizni muvaffaqiyat bilan davom etishini o'zing nasib etgan. Parvardigora bu yilgi tanlovda ishtirok etgan insonlarni hammalariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Tanlovni tashkil qilishda, yuritishda, natijalarini e'lon qilishda xizmat ko'rsatayotgan azizlarimizning barchalarini bu qilgan xizmatlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Bu jamlanishimizni xayr baraka jamlanishi bo'lishi, ilm ma'rifat jamlanishi bo'lishi, dinga, diyonatga, elga, yurtga, vatanga xizmat
jamlanishi bo'lishini nasib etgan, barakotlarni o'zimiz kutgandan ming marta afzal bo'lishini nasib etgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining eng yaxshi avlod bandalarini zikr qilib, ularga beriladigan oxirat ne'matlari, jannat ne'matlarini aytgandan so'ng وفي ذلك فليتنافس المتنافسون musobaqalashmoqchi bo'lgan kishilar mana shu yo'lda musobaqalashsinlar deya marhamat etdi. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyat karimada sura Hadidda A'udhu billahi minash shaytonir rojim sabiqu ila magfiratin min robbikum va jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Kengligi yer va osmonlarcha bo'lgan jannat sari Alloh taoloning mag'firati sari musobaqalashinglar deya marhamat etgan. Jannat sari Allohning mag'firati sari musobaqalashish jannat amallaridan va oxirat amallarida, yaxshi amallarda musobaqalash bilan ro'yobga chiqadi. Mana shu oyat kalima va boshqa shar'iy dalillardan kelib chiqib, ulamolarimiz yaxshilik amallarda, ezgu amallarda musobaqalar tashkil qilish va bu musobaqalarni g'oliblarni mukofotlab rag'batlantirish shar'an ma'ruf amallardan ekanini ta'kidlaganlar. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari sahoba-i kiromlar o'rtalarida ayrim musobaqalar o'tkazib, ulardan g'olib bo'lganlarga mukofot tarzida vazifalarni, sharafiy vazifalarni topshirganlar va bu an'ana musulmonlar orasida doimo davom etib kelgan. Poytaxtimiz Toshkent shahri dunyo miqyosida islom madaniyati poytaxti deya e'tirof etilgan 2007-yildan beri ushbu Islom.uz portalida internet tarmog'ida musobaqa asarlar, diniy asarlar, ma'rifiy asarlar bo'yicha musobaqa o'tkazish yaxshi bir an'anaga aylandi. Sir emaski, bu musobaqani yurtimizda ko'plab ijod va ilhom ahllarini, iste'dod ahillarini kashf bo'lishida muhim ahamiyati bor. Mana shu musobaqa turtkishi bilan o'nlab qimmatli asarlar xalqimizga taqdim etib kelinmoqda. Xalqimiz undan manfaatlanib, foydalanib kelmoqda. Shu e'tibordan ushbu musobaqani bir yurtimizdagi ilmiy ma'rifiy rivojlanishni muhim bir nuqtasi bo'lyapti deb aytsak, inshaalloh mubolag'a bo'lmaydi. Bu yilgi 1434-hijriy yil musobaqasi ham o'ziga xos bir shaklda davom etib keldi. Bunda bir qator yozuvchilarimiz, yosh iste'dodli kishilarimiz o'zlarining asarlari bilan qatnashgan. Endi ushbu musobaqani bevosita asoschisi va rahbari bo'lgan muhtaram ustozimiz Shayx hazratlariga so'z beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Hozir xonadonlar aytib o'tganidek, yaxshilik sari musobaqa qilish, ilm, ma'rifat, dini, diyonat bo'yicha musobaqa qilish har bir mo'min va mo'mina uchun buyuk bir faxrdir. Hozirgi mukofotga sazovor bo'lgan kishilarni mukofotlash bu bir ramziy ish xolos. Aslida yarim bet yuborgan kishi ham g'olib. Bir betlik asarini yuborgan inson ham g'olib. Chunki ana shu azizlarimizda ma'rifatga intilish bor, xayrga intilish bor. O'zidagi ozgina ma'lumotni ham ko'pchilikka yetkazish, ko'pchilikni manfaatdor qilish hissi, tuyg'usi bor. Mana shu narsa eng muhimdir. Musulmon ummati, bizning xalqimiz, o'sha ummatning ajralmas qismi doimo ma'rifatparvar bo'lib kelgan. Doimo ilmga urinib kelgan va bir-birini o'qitib, o'rgatib, ilmli, ma'rifatli qilib, ilmni cho'qqilariga chiqqan. Ilm umum omma xalqini harakati bo'lgan. Ma'lum bir toifa ajrab chiqqan odamlarni mulkiga aylanib qolmagan. Mana shu tanlovlarni e'lon qilish, ilmiy musobaqalarni qilishdan ko'zlangan maqsad ham shu. Xalqimiz o'zini o'sha asl ilm, ma'rifat tarmoqlariga qaytsin. Har bir inson talabi ilm bo'lsin.
har bir inson ilm xizmatchisi bo'lsin degan maqsad. Alhamdulillah mana tanlovni demak hakamlar hay'atini rahbarlarini ma'lumotidan bildik. Bu yil avvalgi yildan ko'ra son va sifat jihatidan tanlovga kelgan ilmiy ishlarni ziyoda tarzda yuqoriga ko'tarilganligi bu hammamizni baxtimiz. Allohdan umid qilib duo qilamizki, yanagi yilga bundan ham afzal bo'lsin, kelasiga yillarga bundan ham afzal bo'lib, borgan sari ko'tarilib boraversin. Xalq mana shu o'zini asl demak ma'rifatini, madaniyatini, ilmi va o'zini tarixini yaxshi tushunib boraversin degan umid. Bu qilinayotgan tanlovlar ana o'sha umid asosida qilinayotgan katta bir ishlarni bir zarrachasidir. Shu bilan birga Islom.uz portali o'zi bu katta tanlovni e'lon qilish bilan birga Islom.uz portaliga a'zo bo'lgan saytlarni o'zlarini demak nimalari ham bor, tanlovlari ham bor. Abdulazim domla boshchiligidagi Siyrat.uz demak sayti o'zi tanlov e'lon qilishdi. Muslimat.uzdagi qizlarimiz o'zlari bir nechta tanlov e'lon qilishdi. Yana boshqa saytlarda ham mana shu holatlar bor. Bularning hammasi xalq ommasini ilmga jalb qilish, ma'rifatga jalb qilish, birida bor ilmni ikkinchisiga yetkazishga sharoit yaratib berish maqsadida qilinayotgan ishlar. Men mana shu ishni olib borishda ishtirok qilgan, jonbozlik ko'rsatgan barcha azizlarga chin qalbdan tashakkur e'lon qilaman. G'oliblarni chin qalbdan tabriklayman va asosan ishtirokchilarni hammasini tabriklayman. Yanagi tanlovlarimizga inshaalloh bundan ham ko'p insonlar qatnashib, bir-birimizga o'zimizda bor ma'lumotlarni yetkazib, ma'rifatimizni, ilmimizni, madaniyatimizni yanada kengroq bo'lishi, terarroq bo'lishi, barakatliroq bo'lishi uchun xizmat qilishda Alloh taoloning o'zidan yordam so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Alloh taolo xalqimizga, tanlovlarimizni sog'lik, qo'ydilar. Barchamizga, umumiy musulmonlarga bosh-qosh duoga bo'lishlarni Alloh nasib etsin. Muhtaram azizlar, endi majlisimizni bir asosiy nuqtasiga keldik. Endi o'sha tanlovimiz g'oliblarini e'lon qilamiz va tanlov g'oliblariga mukofotlarni topshirishni muhtaram ustozimiz Shayx Hasanlardan iltimos qilamiz. Rahmatulloh Ahmadjon o'g'li 33 ta maqola topshirgan ekanlar. 930 ball. 3-chi o'rin. Vakillar. Mana buni o'qib nimasi? Ikkinchi o'rin ulug'bek qori Yo'ldoshev 30 ta maqola taqdim qilganlar, 980 ball to'plaganlar. Alloh aytsin. Men domla bilan gaplashib, o'zimiz shaxsan taklif qilgan edim. Lekin musobaqaga qatnashish to'g'risida gap bo'lmagan edi. Saytga qatnashib maqolalarni yuborishni demak taklif qilgan edim. Bu kishi yana ham yuqoriroq bo'lib musobaqaga qatnashdilar. Tabriklaymiz. Men yaxshi bilaman, bu kishini mahalliy matbuotda ham juda ko'p maqolalari chiqib turgan. O'ylaymizki, bundan keyin endi domla 33 ta bilan foydalanib qolmaysiz, ko'proq yozasiz. Rahmat, tabriklaymiz. Umidjon, Umidjon, birinchi o'rin 28 ta maqola bilan qatnashganlar. 1050 ball. Rahmat. Umidjon eski ishtirokchilarimizdan menimcha birinchi tanlovdan beri ishtirok etib kelasizlar. Avvallari ham birinchi hurmatli o'rinni olganliklari bor. Bu kishini hammaga o'rnak qilib taklif qilamiz. Mana sobit qadam bo'lish, shu ishni asoschilaridan bo'lish, bardavom bu ishda demak barakotlik ijod qilib borishlarini Alloh taolo yana ham yaxshi bir saviyaga chiqishiga yordamchi bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Ma'lumingizki, o'tgan yildan beri tanlovning faxriy g'oliblari nominatsiyasini ham joriy qilingan. Bundan maqsad ishtirokchilarni davrasini yana ham kengaytirish, g'oliblarning sonini
biroz yana oshirish va ularni rag'batlantirish maqsad qilingan. Hozir faxriy g'oliblarni mukofotlarini taqdim etish uchun muhtaram nomlamiz O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Xalqaro bo'limi rahbari Abduhamid nomlarini taklif qilamiz. Faxriy g'oliblar birinchi o'rin Qosim Abdulloh. İkinci o'rin Abdurashid Shoymusov. Üçüncü o'rin Bahodir Bahromjon. Dördüncü o'rin Abdulaziz Solih. Beşinci o'rin To'lqin Azimov. Muhtaram azizlar, ushbu majlisimizga yurtimiz ulamolaridan, ulug' ziyoli kishilardan ko'plari tashrif buyurganlar. Hozir biz ushbu ulug'larimizdan, ustozlarimizdan ayrimlarini bu yerda chiqib ikki og'iz suhbat qilib berishlarini iltimos qilamiz. Hozir biz pedagogika fanlar nomzodi Dolimov domlani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalom ustozlar. Ben bu yerga nima haqida gapiraman degan fikr o'ylagan edim-u, lekin baribir mening fikrlarim ehtimol bu yig'inga mos keladimi, kelmaydimi? Buni baribir bir narsa aniq bilaman, shu men maqolam shunaqada sizlarga internetda e'lon qilingan ekan, o'zim ko'rganim yo'q. Bu maqola chiqqaniga 3 yil bo'ldi. Tafakkur jurnalida chiqdi. Ya'ni eski maktablar umuman maktab eski yangisi bo'lmaydi, maktablar taraqqiyoti masalasiga bag'ishlangan maqola. Ben 1960-yildan boshlab, o'tgan asrning 60-yillaridan boshlab O'rta Osiyo vatanimizda maktablar taraqqiyoti bilan shug'ullanib kelganman-da. Maktab va madrasalar. Umuman maktabni yomon bo'lmaydi. Maktab o'z nomidan ko'rinib turganday insonni komillikka yetaklaydigan maskan. Lekin bu degan so'z bizning maktablarimiz o'tmishda faqat shu yaxshi bo'lib kelgan degan so'zdan chiqmaydi. Shu davrlar o'tishi bilan maktablar ham o'z taraqqiyot bosqichlari rivojlanib o'tadi. Ba'zan tushish, ba'zan ko'tarilish bo'ladi. Aytish mumkinki 5 asr bizning maktablarimiz jahon tamaddunidan butunlay uzilib qolgan. O'sha ben üniversite işleyman, O'zbekiston Milliy Universitetida. Mana shu bunda o'zimga savol beraman. Tabiiy fanlar, dunyoviy fanlar, matematika, fizika, astronomiya, meditsina, tabobat, mana shular haqidagi fanlarning asosiy fundamentini bizni o'zbek olimlari qo'ygan. Bu ko'p aytiladi. Ehtimol hatto men gap aytishga uyalaman, chunki hamma og'zida bor gap. Bunda odam o'ziga savol berish kerak. Shunday fanlarni o'zbek xalqining buyuk mutafakkirlari yaratgan ekan, nega Ulug'bekdan kelgan
Büyük ulug'likdan keyin vatanimizda bitta ham tabiiy fan degasi chiqmadi. Nega? Axir bu fanlarni poydevorini o'sha Ibn Sino, Farabiy, Biruniy, Al-Xorazmiy, Al-Buxoriy, diniy ilmlardan mana bu hammasi yaratgan. Algoritmni o'sha biz buyuk Al-Xorazmiy yaratgan. Nega degan savol qo'yib, unga ko'p javoblar bo'lgan. Hazrat Alixon To'ra Sog'uniyni hamma biladi yaxshi. Odam Turkiston qayg'usi degan kitoblari bor. Shunda savolga javob berganlar to'g'ri gapirmoqchi emasman. Bular sizlarga ma'lum bo'lishi kerak. Lekin har holda o'sha ulug'likdan keyin bizni maktablarimiz ancha inqirozga yuz tutdi. Ilm ma'rifatdan ancha uzoqlashdi. Faqat diniy ilmgina ilm deb qaraldi. Axir bu ilm sarchashmasi bu Qur'on. Qur'on faqatgina ota-onaga bag'ishlanadigan, o'lgan otasiga bag'ishlanadigan asar emas. Bu kundalik hayotimizni belgilab beruvchi, istiqbolimizni belgilab beruvchi asar. Mana shu nuqtai nazardan qarash kerak, baholash kerak. Endi men shu maqolani yozish jarayonida bir qancha manbalarga murojaat qildim. To'g'ri, Hazrat, mana shu manbalar ba'zan ko'rsatib o'tsam. Mana qarang. Mana shunaqa kitoblar chiqqan. Bu kitoblar buyuk kitoblar. Mana bolalar bog'chasi. Murattibi Muhammad Rasuliy tomonidan yozilgan. Mana shu kitob 15-yilda nashr qilingan maktablarda birinchilar qatorida tarqatilgan. Umuman o'zbek pedagogikasi birinchi darslik yaratgan odam bu Said Rasul Said Azizov bo'ladi. Said Rasul Said Aziz 1903-yilda 1902-yilda Ustod avval degan darsliklarga buni ko'pchilik eshitgan. Shunga o'xshagan men bu yerda 20 dan ortiq darsliklar bor mana shu. Ana shu darsliklar asosida yozilgan. Bular hammasi albatta arabiy yozuvdagi darsliklar. Mana Munavvar Qorining mashhur adibi avval darsligi. Adibi avval birinchi muallim, birinchi ustoz degan. Mana bu darsliklar demak Munavvar Qori ulug' odam mana shu o'zining butun faoliyatini bolalar tarbiyasiga bag'ishlagan. Ya'ni taraqqiyot bu maktabdan boshlanadi. Iqtisoddan emas yoki boshqa balandparvoz maktabdan, o'sha ibtidoiy maktabdan boshlanadi. Shuning uchun bizning mutafakkirlarimiz ulug' Ismoilbek Gasparinskiy eshitgansiz. Bu pedagogikamizni taraqqiyotiga, umuman Turkiy xalqlar pedagogik taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan odam. Mahmud Bekbudi, Abdulla Avroni, Abduroblar bilan juda ko'p. Yana endi mana shu maqola kichkinagina narsa u. Sizlarning bu internetda bergan maqolalar kichkina narsa. Agarda sizlar mana shu soha bo'yicha durustroq bilimga ega bo'lishni istasanglar, men yaqinda shu o'sha doktorlik ishimni bir qog'ozda qilib kitob holida chiqardim. Milliy uyg'onish pedagogikasi. Milliy uyg'onish deganda biz millatimizni o'zligini tanishini tushunishimiz kerak. Istiqlol uchun olib borgan kurashini tushunishimiz kerak. Millat o'zligi uchun, vatani uchun, o'z ma'naviyat uchun kurashga otlanganini tushunish kerak. Shuning uchun biz bu davr adabiyotini milliy voz davr adabiyoti deymiz, darsliklar yozganmiz, oliy o'quv yurtlari uchun pedagogikasini milliy voz pedagogikasi deymiz. Mana shular to'g'risida men gapirmoqchi edim. Agar ozgina bo'lsa ham mavzu bo'lsa, shu kitobdan foydalanish mumkin. Bu 2012-yilda chiqqan. Dekabr yanvar oylarida shu yaqin. Rahmat.
Azizlar, hozir suhbatning navbatini ustozimiz Shayx hazratlariga beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Muhtaram Navro'za sidomlarimizga chin qalbdan tashakkurlar. Alloh xayrlarini bersin. O'sha bizni bolalarimiz borib murojaat qilganda maqolalarini berib, bizni saytimizda chiqarishga izn berganlari biz uchun katta quvonch bo'ldi. Hozirgi gapirgan gaplari ham yana quvonchimizga quvonch qo'shdi. Bu kishining maqolalari bizga uchun qiziqarli bo'lganligi hozirgi kundagi mana universitetda ishlab turgan olimlarimizdan Navoiyni tarixini sof ilmiy bahsiga yoritish harakatida bo'lganliklari. Bu yoqqa bo'lmasdan borini Navoiyni ma'rifat tarqatishga qo'shgan hissalari, qurgan madrasalari, darslari va boshqa to'g'risida ma'lumot berishlari juda katta narsa. Chunki avvallari Navoiyni o'zini gapiradi, uni o'qigan madrasasi to'g'risida gap yo'q. Navoiy buyuk shoir, Navoiy falonchi, Navoiy pistonchi deyiladi, to'g'ri. Lekin o'sha buyuk shoir qayerda tarbiya topgan? Qaysi joyda ta'lim olgan? Uni ustozi kim edi? Ana o'sha muassasalarni domlar juda chiroyli tarzda o'sha o'zlari kichkina deb hisoblayaptilar. Biz uchun katta maqolalarida juda ravshan ko'rsatib berganlar. Hozir bergan savollariga Alhamdulillah Savoni rahmatullohi alayhi javob bergan dedilar. Lekin javob shuki, domlar o'sha siz aytgan Ibn Sino, Beruniy, Al-Xorazmiy va boshqa allomalarimizni ilmlari rivojlanib turgan paytda diniy ilmlar ham rivojlangan. Mazkur ilmlar inqirozga uchraganda diniy ilmlar ham inqirozga uchragan. O'sha vaqtda o'sha qadimgi paytda Imom Buxoriy chiqqan, Imom Termiziy chiqqan, Imom Zamaxshariy hammalari chiqqan. Siz afsus qilayotgan vaqtda diniy ilmlar ham pastlagan. Mana shu gap shu. Demak, bu vaqtda barobar bo'lgan. Bundan chiqadiki, dinimizni tutsak, diniy ilmlarni yaxshilasak, dunyoviy ilmlarimiz ham ko'tariladi. Qoida shu. Qoida shu. Bizning xalqimizning tarixga kirishiga aynan shu ikki omil sabab bo'lgan. Islomni qabul qilgan, islomdan ilmni qadrini bilgan, Qur'onni ilmga chaqirig'ini chin qalbdan qabul qilgan, hadisni ilmga chaqirig'ini chin qalbdan qabul qilgan, shariatni hukmi deb bilgan va tabiiy ilmlarga uringan. Ana shuni asosida diniy ilmlar bilan bir qatorda tabiiy ilmlar yetishib chiqqan va allomalarning birgalikda chiqqan. Buxoriy chiqqanda Ibn Sino chiqqan, Termiziy chiqqanda Forobiy chiqqan, Zamaxshariy chiqqanda yana boshqa allomalarimiz Al-Xorazmiy va boshqalar chiqqan birgalikda. Tushkunlikka tushganda birgalikda tushkunga tushirilgan. Nimaga? Islomni ma'rifat yuzasidagi ta'limotlariga xiyonat qilingan. Quruq ibodat, quruq zikr yoki qandaydir boshqa narsalarga o'tib ketilgan. Islomning haqiqiy keng ma'nosini qamrab olish, unga amal qilish demak tushkunlikka tushganda hamma ilmlar bir qatorda tushkunlikka tushgan. Bugungi kundagi harakatimiz o'sha. Demak, hammasini birgalikda ko'tarib, yana dunyo xalqlarini peshqadam safiga chiqishimiz, oldiga o'tishimiz uchun biz harakat qilishimiz kerak. Sizga ming bor tashakkur. Hozirgi demak ta'lim bo'yicha kitobingizni agar marhamat qilsangiz, elektron nusxasi bo'lsa bersangiz, bizning bolalarimiz asta-sekin saytda chiqarishadi. Yana boshqa asarlaringiz bo'lsa, hamkorlaringiz bo'lsa, birgalashsak nihoyatda yaxshi ish bo'ladi. Juda katta savobga ega bo'lasizlar, Alloh azza. Sizga ming bor tashakkur qilaman. Rahmat ustoz. Ushbu majlisimizga muhtaram Shayx hazratlari ustozimizni shaxsan takliflari bilan Andijon universitetidan katta bir domlamiz o'tgan yili Giyotning asarini tarjima qilib o'zbek kitobxonlariga taqdim qilgan Muxtorxon hoji domla Umar ham tashrif buyurganlar. Hozir so'z navbatini domlaga beramiz. Assalomu alaykum. Hazrat birodarlar. Sizlar bilan yana bir bor uchrashib turganimizdan behad baxtiyorman.
bunday mashvaratlar deymizmi yoki diniy atama sifatida aytadigan bo'lsak iymonlashishmi o'tirib bu juda katta bizni boyligimiz hisoblanadi. Bu yilgi maqolam boshqacharoq maqola edilar. Ko'p yillardan beri o'ylanib yurgan, men o'zi o'tgan yil aytdim, tilchiman, germanistman, nemis tili bo'yicha fan doktori, professorman, Leipzig universitetining faxriy professoriman, Rossiya Federatsiyasining faxriy akademigi. Ko'p hazrat bilan mana bu kishi o'sha sobiq ittifoq paytida Kremlda birgalashib ham fikr bo'lganimizda xalq deputatlari sifatida ko'p fikrlarni aytib yurardim. Nima uchun? Men lug'atshunoslik bo'yicha doktorskiy dissertatsiya yozdim. German tillarini lug'atshunoslik. Nima uchun shu kunga doğru islom dinining umuman diniy atamalarining lug'ati yo'q O'zbekistonda. Shu tashvish ancha kunlarga olib keldi. Hazrat bilan fikrlashib, shu 2 yil bo'ldi, shu narsaga qo'l ura boshladi. Chunki har bitta fanning, har bitta sohaning o'zini diniy, o'zining atamalari, o'zining maxsus tushunchalari. Bu tushunchalarsiz, bu atamalarsiz u fan rivojlana olmaydi. Tarqoq bo'ldi. Fikrlar rang-barang bo'ldi. Qiziqib ko'rdim. Sobiq ittifoq davrida bu narsaga imkoniyat bo'lmadi. Chunki hech kim bunga ruxsat bermadi. Hatto Rossiyada ham. Endi tuzishdi. Rossiyada ham diniy atamalar lug'atini endi keyingi yillar lekin g'arb tilshunosliklarida bu narsa juda rivojlanib ketgan. Mana Germaniyadan o'tgan safar bo'lganimda 1941-yilda Amsterdamda chiqqan nemis tilida 960 varaqli Handbuch des Islam, islom qo'llanma lug'ati 2 tomligini olib keldi. Ikkinchisi Ahmad Denfer degan turk Kleines Islamwörter, muxtasar islom lug'ati. Hazrat ko'rsatdim. Mana shu masala dunyo leksikografiyasida uzoq ketib qoldi. Lug'atshunoslik. Afsuski biz shu kunga bu yerda faqat sizlar emas, ilohiyatchilar emas. Gap ko'proq toshda otishi mumkin o'zbek tilshunoslariga. O'zbek arabshunoslariga. Arab tili. Men nemis uchun aytyapman. Nemis tili mutaxassisligim uchun. Nima uchun shu kunga ular qo'l urishmadi? Chunki lug'at tuzish juda mas'uliyatli. Juda azobli. Germaniyada domlam doktorskiy qilib yurganida lug'atshunos akademiya Klappenbachlarni shunday devorida o'tirgan stolning orqasida 16-asrda Fransuz Scaliger degan adibning so'zlari yozib qo'yilgan ekan. Mazmunini aytaman. Agardaki sen dushmaningni jazolamoqchi bo'lsang, unga ko'mirlar, konlar qazitmagin, tog'larni yo'ndirmagin. Bitta ish buyur. Bu ham bo'lsa lug'at tuz. Shu yetadi. Shuni og'irligi uchunmi? Nima uchundir afsuslanaman, shu kunga lug'atimiz yo'q. Islom dini 14 asr bo'ldi. Bizga ham kirib qolganiga ancha bara 14 asrdan beri kelgan bo'lsa. Nima uchun islom lug'ati tuzilmaydi shu kungacha? Nima uchun buni yigitlar shunday zabardast olimlar qo'l urishmaydi shu? Axir busiz qadam bosib bo'lmaydi. Juda ko'p ixtiloflarning kelib chiqishi. Shu lug'atdagi atamalarning har xil. Misol keltiraman.
Mana o'zi. Hammamiz uchun hozir bitta so'z aytaman. Men ham bu arab tilini sal-pal bilaman, lekin nemis tili orqali qiladi. Bu yerda mening ustozim Hazrat. Men bilan maslahatlash. Mana bitta so'zda aytdim. Azon so'zini aytaylik. Hammamiz. Hozir hammadan so'rasam, azon nima desam, lug'atni ochsangiz ham o'zbek tilining yaqindan chiqqan 5 tomli lug'atda ham azon namozga chaqirish. Hamma shunaqa deydi. Namozga chaqiryapti. Hammamizda shunaqa bo'lib qolgan tasavvur. Azon aytilyaptimi, namozga chaqiryapti. Yo'q, chuqurroq o'ylab ko'rish kerak. Tahlil qilish kerak. Azon deganda arabcha azon e'lon qilinmoq. Namozga chaqirish emas, chaqirishda majburiylik bor. Majburiylik bor. Namozga shuning uchun har bitta ma'nosini chuqur o'ylashimiz kerak. Shuning uchun men o'zimcha fikr qilib turib, o'zimcha shunday xulosa qildim o'qiganda, mana lug'atimizda hozir qo'lyozma varianti tayyor. Shunaqa o'zimcha beryapman, endi sizlarning oldinglarda imtihondan o'tish kerak. Bu narsalarni men ziyorat so'zida, kofir so'zlariga ta'rif berishdan chuqur o'ylashimizga to'g'ri keladi. Ziyorat so'zlarini har kim har xil tushunishi sizlar juda yaxshi bilasizlar. Shu borasida shunga qo'l urdik, maqolani beruvdim. Maqolaning nomi o'zbek tilining diniy atamalar lug'ati qachon tuziladi? Faqatgina keyin islomiy atamalar emas. Boshqa din atamalarini ham bilishimiz kerak. Yepiskop kim? Abbat kim? Bibliya so'zlari. Bularni ham bilishimiz kerak. Shuning uchun hozir bunga qo'l urganim yana bitta sababi Hazratga tushuntirganmanlar, yana aytaman. Umuman dunyo tilshunosligining boshlanishi Hazrat Hindistondan boshlangan. Hind tilshunosligi 3000 yil avval Hind tilshunosligi. Qadimiy Vedalarni buncha yaxshi bilasizlar. Diniy gimnlarni tahlili orqali tilshunoslik paydo bo'ldi. Nima uchundir shuncha yillar o'tib ketib bu soha oqsab qoldi. Ikkinchi kashfiyot ochib qo'ydi. Shu sohadan o'zimcha qiziqib tilshunoslar. Biz tilshunoslar 5 ta funksional stilda, uslubda ajratamiz. Adabiy, ilmiy uslublar, og'zaki nutq uslublar. Hamma tillarga bu xos, universal narsa. 5-chi pay, 6-chi payda bo'ldi. O'rganib chiqqanimdan keyin diniy funksional uslub mavjud ekan. Nima degani? Diniy funksional uslubni o'ziga xos fonetikasi. Ya'ni talaffuzi. O'ziga xos ortografiyasi, yozilishi. O'ziga xos leksikasi, eng asosisi o'zini lug'ati bor. Lug'at o'sha uslubning borligi haqidagi isbot. Shu atamalarni shakllantirishda, me'yorlashtirishda, normalashtirishda bolalar yigitlar 3 ta yo'nalishda duch keldi. Birinchi yo'nalish, men o'zimcha xulosam bu, shaxsiy xulosam, bunicha ilmiy xulosa deb o'zinglar olmaysizlar. Birinchi xulosa shu bo'ldiki, mening tahlilimda diniy atamalarni o'ta arabchalashtirish bor ekan. Bir yo'nalishda. Ikkinchi yo'nalishda olib ko'rdim. O'ta forsiylashtirish, tojikchalashtirish. O'sha 4 ta Qur'on tarjimalarini hammasini tahlil qilib chiqdim, solishtirib. Bitta fidya so'ziga berilgan ta'rifni aytib bersam, ba'zilari tavon deb aytganlar, ba'zilari ekson deganlar. Qur'on Karim tarjimalari. Bularni tavonda, eksonda o'z mazmunlari bor. Fidyani o'zini mazmuni. Mana shu jurnallarda juda ham yaxshi hidoyat jurnalida. Yaxshi maqolalar, hali tahlillar bor.
shu tahlillarni olishga harakat qildi. Men aytmoqchiman, bu bir kishining ishi emas, bir jamoat ishi emas, bu umummillat ishi. Agardaki kimdadir yuragida qandaydir bir fikr bo'lib, shu domla shu fikrlashsak, biz ham ilmiy ish qilsak, shu sohalarda desalar, men rahbarlik qilishga ham, yo'l ko'rsatishga ham, birgalashib ishlashga ham jonimni fido qilaman. Muhtaram domlamizning suhbatlarini, so'zlarini to'ldirish, davom ettirish ma'nosida so'zni biz Nuriy imom domlaga beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir mana Andijondan kelgan domlamiz juda kuyunib gapiryaptilar. Shu narsani biz bilishimiz kerakki, O'zbekiston hududida ayni mana shunga o'xshagan narsalar bitta sizni emas, balki boshqa musulmonlarni ham, boshqa ulamolarni ham tashvishga solib albatta, bu hozirgi kunlarda ham solib turmoqda. Va shu bilan birgalikda men hammaga ma'lum bo'lishi uchun aytib qo'ymoqchimanki, mana shunga o'xshagan hozir siz aytayotgan va ehtiyoj sezilayotgan kitob demak juda mukammal darajada bo'lmasa-da, lekin yaratilgan, bu bo'yicha ishlar olib borilgan. Ayniqsa mana bu yerda Ahmadjon aka domlamiz va shu bilan birgalikda mana bu yerda domlamiz juda ko'p harakatlar qilishi, bundan tashqari din ishlari bo'yicha qo'mitaga ham bu narsalar chiqarilgan va hozirgi kunlarda demak ancha muncha tayyor holatga ham kelgan. Lekin bu bilan aytmoqchimanki, bu narsalarni hali yanada davom ettirishimiz kerak. Siz aytganingizdek va shu bilan birgalikda to'g'ri bu yerda atamalarni hammasi kiritilmagan bo'lsa-da, lekin umumiy bizni musulmonlarimiz uchun aniq va tushunarli bo'lishi va undan tashqari mana bu boshqa din vakillari tomonidan ishlatilayotgan atamalar. Undan tashqari yana bir narsani ta'kidlab ketish kerakki, Yevropa mamlakatlarida masalan diniy atamalarga berilayotgan noto'g'ri talqinlar, ularni ham aytib o'tish kerak. Va bilasizlar, hozirgi kunda ba'zi bir hududlarda, ba'zi bir Yevropa mamlakatlarida islamofobiya degan narsalar yurib turgan paytida, umuman globallashuv bo'layotgan bir jarayonda islomni eng katta narsa shu narsaki, hozir oldimizdagi turgan narsa shundan iborat va bugungi mana shu jamlanib turishimizni katta asosiy sabablaridan bittasi ham har safar men mana shu yerda ishtirok etayotgan paytimda juda ta'sirlanib o'tiraman. Chunki mana shu islom portali orqali, mana shu saytlar orqali va shu bilan birga turkum maqolalar orqali hozir dunyoda islomga qandaydir bir noto'g'ri talqinlarni va shu bilan birgalikda musulmonchilik libosini ekstremizmga, terrorizmga kiyg'izayotgan bir paytda mana bu narsalar hozir ochiq, ravshan va mana hazratimiz tomonidan olib borilayotgan ishlarda shu narsani ko'rishimiz mumkinki, ekstremizm, terrorizm bilan bog'liq barcha masalalarga mana oydinlik kiritib, ularni islomdan emas ekanligi va shu bilan birgalikda islom tushunchalari bir qatorda, ya'ni ekstremizm bilan yoki terrorizm bilan bir qatorda turmasligini va bundan tashqari hozirgi mana bu globallashuv deb turgan paytimizda islomga shunchalik bir tuhmatlar bo'layotgan paytda bizni ulamolarimiz, ayniqsa mana shu saytda yoritilayotgan maqolalar va shu bilan birgalikda berilayotgan ma'lumotlarning hammasi bu kelgusida yosh avlod, kelajakda o'sib kelayotgan avlodni haqiqiy islom ta'limoti va shu bilan birgalikda sof sarchashmalari bilan o'sishi va siz boya yuqorida aytib o'tganingizdek mana shu butun talqinini biz o'zimizni tilimiz umuman boshqacha yo'nalishda, ya'ni arabiylashib ham ketmasdan yoki forslashib ham ketmasdan haqiqiy Alisher Navoiy tomonidan bizlargacha yetib kelgan lug'atlar bor. Bizlargacha kelayotgan mana shu qadriyatlar bor. Shularni hammasini ulamolarimiz bilan, ayniqsa mana din peshvolari bilan birgalashib ko'radigan bo'lsak, men o'ylaymanki inshaalloh
kelgusida ancha muncha yutuqlarga erishamiz. Hozirgi kunlarda biz erishyapmiz va lekin bu narsada to'xtab qolmasligimiz kerak. Men o'ylaymanki, mana shu bizni demak harakatlarimizda ayniqsa mana shu sayt orqali berilayotgan turli xil maqolalar orqali juda ham ko'plab mana shu tashqaridan kelayotgan turli xil oqimlar bo'lsin, ta'sirlar bo'lsin, mana shularga bardosh bera oladigan mafkuraviy immunitetni yaratamiz degan umidimiz bor va inshaalloh mana shu narsaga erishamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Azizlar, Islom.uz portali domla ta'kidlaganlaridek, ustozimiz ta'kidlaganlaridek, xalqimiz portali. Butun mo'min musulmonlar portali desak bo'ladi. Shuning uchun bu portalimizda keng jamoatchilik, barcha iste'dodli yoshlarimiz, yozuvchilarimizning maqolalari tinimsiz berib boriladi. Bugungi yig'ilishimizda ana shunday maqolalar berayotgan muhtaram yozuvchilarni, qalam sohiblarining faollarini taqdirlash ham rejamizga kiritilgan. Hozir ushbu portal faollarini taqdirlashni Nuriy Imomdan savollar topshirishni iltimos qilamiz. Ularni nomma-nom darajada taklif qilamiz. Islom.uz portalida o'zining yaxshi maqolalari, qiziqarli mavzularni yoritib berish bilan faol qatnashib kelayotgan do'stlarimizdan biri Nozimjon Hoshimjonovni taklif qilamiz. Marhamat. Nodirbek Qidirov. Nodirbek Qidirov Sharqi silsila tarjimasida faol qatnashchi tarjimonlardan shu ham yaxshi maqolalar bo'lmoqda. Ko'proq fiqhiy mavzudagi masalalarni yoritishda faol ilmiy maqolalarni sohib bo'lgan Hamidulloh Beruniy janoblar. Rusiy zabon xalqlarga dinimizni sof yetkazishda faol ishtirok etayotgan akalarimizdan biri Jahongir Dadajon. Saytimizni Islom.uz.ru saytini olib boruvchi Alisher Aliyev janoblar. Şuna da karar. Hozirgina bizga o'zlarining qimmatli suhbatlari bilan yaxshi ma'lumotlarni bergan muhtaram domlamiz pedagogika fanlar nomzodi Nuriy aka Dolimov nomlarini taklif qilamiz. Shayx hazratlari u kishiga sovg'a Bitta maqolaga mukofot olyapsiz. Salomat bo'ling. Juda xursand bo'ldik kelganingizdan. Rahmat. Yuqorida ta'kidlanganidek saytimizni portalda ishdagi saytlar ichida ham musobaqalar o'tkazilgan. Shu musobaqalarning ichida eng ko'p mashhur bo'lgan, ko'pchilikni o'ziga tortgan musobaqalardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga maktub musobaqasi bo'ldi. Ushbu tanlov g'oliblarini ham taqdirlash bugungi majlisimizni rejasiga keltirgan edi. Ularga sovg'ani topshirishni biz hakim harakatini iltimos qilamiz. Ularni o'ylab taqdirlamiz. Birinchi o'rin Vali.uz. Maktab vakillari. İkinci o'rin Fotima. Shunga vakillar keladi. Uchinchi o'rin Boyxonov Fozilxon.
4-chi o'rin bir birodar. Beshinchi o'rin Anvar Xo'jaxonov. Tanlovning sovrinli o'rinlari shulardan iborat edi. Lekin maxsus sovrin o'rni ham bor. Abdulloh Qosim degan birodarimiz yaxshi bir maqola berganlar, shuni ham ta'kidlaymiz. Shu o'rinlari sovrinli o'rinlardan tashqari maxsus o'rin bo'ldi. Savollarni marhamatli qabul qilamiz. Har bir narsani xotimasi bo'lgandek majlisimizga oxiriga yetib boryapti. Hozir yakuniy so'z uchun men so'zni hazır qilaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Hop, yakuniy so'zdan oldin yakuniy emas so'z ham bor, shuni aytib o'tmoqchiman. Hozir alhamdulillah hamma tarafdan taraqqiyot bo'lgani, o'sgani, qatnashchilarimiz, maqola yozuvchilarimiz hammasi ajoyib bir tarzda ko'tarinkilik ruh bilan katta bir oldinga qadam bosganlari to'g'risida so'z yuritildi. Hamma tarafimizdan alhamdulillah shunga o'xshagan yaxshiliklarimiz bor. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan yilgi tanlovni qatnashchilari mukofot nimalarini xonaga sig'dira olmagan edik. Mana bu yil alhamdulillah juda yaxshi, keng, demak chiroyli, go'zal bir xonada yig'ilib turibmiz. Lekin baribir bu xona ham kichikligini uchun qizlarimizga alohida xonaga televizorga olib berilyapti hozirgi majlis. Ular ishtirok etishyapti. Alohida yana bitta katta guruh bor. Ana o'sha qizlarimizni ham taqdirlash marosimi bor. Ularning o'zlarining tanlovlari bo'lgan, o'zlarining mukofotlari bor. U ham o'z o'rnida bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bir natija erishadi. Endi har yili men o'zimning shaxsiy demak taqdirlovim, mukofotim bo'lar edi. Bir yili Abu Muslim, bir yili mana Muhtaram domla olishdi. Bu yil o'sha demak shaxsiy mukofotni hech kimga aytmay bekitib o'tirdim. Hozir endi e'lon qilish vaqti keldi shekilli. O'sha e'lon qilish munosabati bilan aytmoqchimanki, bugun o'tgan yilgi shu tanlovdan keyingi ko'tarinkilik ruhi partiyalarimiz hamma tarafdan rivojlanishiga Alloh taolo baraka berdi. Ana partiyalarning alohida saytlariga alohida odamlar o'zlari kelib, men shunda ishlayman, bo'sh vaqtimda shu yerda xizmat qilaman degan ma'noda boshqa hech qanaqa g'arazi yo'q. Faqat savob olish ma'nosida, ma'rifatga xizmat qilish ma'nosida tashabbuslar ko'rsatishdi. Jumladan mana muhtaram Abdulaziz domlamiz o'zlari Siyrat.uz saytini olib, sheriklari, talabalari bilan birga juda katta ishlarni qilishdi. Abdurmanon domlamiz Fiqh.uz saytini oldilar, faqihlarni atrofiga to'pladilar. Juda katta ishlarni qilib, Abror domla hammalar birgalikda bo'lishib, yana ismlarini aytmaganlar xafa bo'lishmasin, bular ko'pchilik fuqarolarimiz juda katta ishlarni qilishdi, rejalashtirishdi, yana qilishmoqda. Shuningdek, Muslimat.uz'ni doimo Abu Muslim o'zi qilib yurar edi, har xil nomlarni to'qib ish qilib o'rtaga olib chiqqan edi. Bu yil qizlarimiz Abu Muslimga javob berib, o'zlari olishdi, o'zlari yaxshilashdi. Saytni texnik jihatidan ham ko'pchilik yordam berib yaxshilashib berdi. Hozir Muslimat.uz sayti juda ham go'zal bir saytga aylandi. Ko'pchilik qizlarimiz, hatto ularni tabiba azizlarimiz kelib tibbiy maslahatlar beryapti. Psixologlari bor, psixolog tarbiyachilari bor, tarbiya bo'yicha maslahatlar berib, bu sayt juda katta bir qadam bosdi. Ana o'sha o'zlarining tanlovlari bor, mukofotlarini qilamiz. Mana shu narsalarni hammasini e'tiborga olib, bu yil men o'zimning shaxsiy demak mukofotimni mazkur saytning rahbari Odinaxonga berishga qaror qildim. Odinaxonni asosan yana ta'kidlab o'tadigan ikkita asari juda katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Undan bittasi Munchoq deb atalgan badiiya va ikkinchisi Alvido Mehrob shahidi degan asar.
minglab odamlar o'qishdi shu asarni. Hozir kim Muslimatuzga kirib shuni bosib olsa, tagida 11 mingdan odam ko'p o'qiganligi to'g'risida ma'lumot turibdi. Shu ikki asarlari va yana boshqa asarlari hamda shu ishga rahbarlik qilganlarini taqdirlab, men o'zim demak shaxsiy mukofotni 3 kishiga berishga qaror qildim. Inshaalloh bu majlisdan keyingi qizlarimiz bilan bo'ladigan mukofot topshirish majlisida mukofotni oladilar. Hop, mana juda ham katta bir xursandchilik bo'ldiki, Alloh subhanahu va taolo hammalaringizni duolaringiz bilan, iltijolaringiz bilan, ixloslaringiz bilan mana bir yil ichida juda katta o'sish bo'ldi. Tanlov masalasida ham, portal masalasida ham, maqolalarning saviyasi, ilmiyligi jihatidan ham, kishilarni safimizga qo'shilishi jihatidan ham. Mana hozir taqdirlov mukofotlarini olgan har bir odamni olib ko'raylik. Nozimjon, Beruniy Hamidulloh, u kishining sheriklari 5 kishi saytni maqolaga to'lg'izib tashlashdi. Ya'ni imkonlari bor, iqtidorlari bor, eng muhimi ixloslari bor. Nozimjon har kuni keladi maqolasi. Keyin menga o'zimga axborot keldiki, ota-onalari, qarindoshlari shu ishdan xursand bo'lib, bu odamni hamma narsadan bo'shatib qo'yibdi. Alohida xona, kompyuter, hamma narsani qilib bergan, sen bizga hech narsa qilma, faqat shu ishni qil degan ma'no. O'sha otalarga, onalarga, oila a'zolariga mana shu demak bizga hamkorlik qilayotgan kishilarimizga sharoit yaratib berganlarni hammalariga tashakkur bo'ladi. Duo bo'ladi. Bizning duomiz bir ko'rinish xolos, lekin o'sha ishlarini niyat qilganlarida bir savob oladilar, amalga oshirganlarida inshaalloh savoblari 10 marta ko'payadi. Alloh taoloning o'zi ko'rib turibdi, bilib turibdi, ajrini yozib, demak, jamlab turibdi. Uni barakasi bu dunyoda ham bo'ladi, inshaalloh oxiratda ham bo'ladi. Hammasi haligi gap, ixlos asosida bo'layotgan narsa. Bu yerda boshqa manfaat yo'q. Mana rus tili saytini alohida yigitlar bo'lishib olishdi. Biz ularning o'zlarining ishi bor. Men yana to'xtab turaman, o'sha ketmalaring asosiylarining qolmasin deb turaman, lekin qilishyapti. Hozirgi kunda ruscha saytlarni ichida reyting ancha ko'tarilgan. Bu yerdagi ma'lumotlarning jiddiyligi, musaffaligi va islomga eng yaqinligini boshqa xalqlar, rus tilida gaplashadigan, yozadigan xalqlar tushunishib boryapti. Ularning hammasi haligi ixlos, Allohdan savob umidida qilinayotgan mehnatning samarasi inshaalloh. Shuning uchun barchalaringizga chin qalbdan tashakkur izhor qilamiz. Xususan ushbu anjumanni tashkil qilish borasida xizmat qilgan hamma insonlarga, katta-yu kichiklariga, hammalariga yana ming bor tashakkur izhor qilamiz. Albatta inshaalloh yana yangi tanlovlar e'lon qilinadi. Hammani mana shu gaplarni bu yerga kela olmasdan eshita olmay qolganlarga ham da'vatimiz shu. Yana ham ixlos bilan, yana ham demak yaxshi bir niyat bilan mana shu ishlarni kengaytirib boraversak, hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Mana Nuriman hoji aytganlaridek, o'zimizni himoya qilishimiz, turli zararli fikrlardan, videolardan saqlashimiz uchun mana shu kerak bo'ladi. Odamlar tashakkur so'zlarida shuni aytishyapti. Biz bilmasdik, tushunmagan ekanmiz. Sizlarga rahmat. Hatto e'lon ham qildik. Koreyada yurgan odamlarimiz shu saytdan o'rganib masjid ochishdi. Masjid qurib bitirishdi. Rasmiy ruxsat olishdi. Yoniga halol oshxona qilishdi va kutubxona qilishdi. O'zlari kelib bizga tashakkur aytib, mana shu sayt bizni saqlab qoldi. Bo'lmasa Koreyada har xil narsa bo'ladi. Biz ishlaydigan zavodni, darrov kiradigan eshigimizning oldida ikki tarafida o'zbekcha gapiradigan missionerlar o'zbekcha kitobni qo'liga ushlab har bir odamning cho'ntagiga tiqib turadi. O'sha yerda biz sog' qoldik, shu sizlar Alloh taolo sizlarni sababchi qildi bizga. Bir yerga borishibdi hayitga, bir nechta avtobusni kira qilib namoz o'qigan borishibdi. Borganda haligi oz odam ko'payib ketgan, hamma hayron qolib, sizlar kimsizlar deb so'rasa, biz o'zbeklarmiz. Hayitga keldik. Masjidlar yo'q, masjidimiz yo'q. Haligilar ham uyalib ketibdi-da, masjid qurish kerak sizlarga deb hukumatdan ruxsat olib berilibdi.
masjidni chiroyli qilib qurishgan, suratlari kelgan, saytda chiqdi menimcha. Haligida kutubxona qilgan. Hozir bizni kitoblarni tinmay olib ketishyapti. Chunki buni eshitgandan keyin boshqa o'zbek jamoalar ham kelib, bizga ham yordam beringlar, kitoblardan beringlar deyishyapti. Abimizning maydonimizda esimizda bor, o'shalar bizga xat yozishgan. Biz namoz o'qishni bilmayapmiz, o'rgatinglar. Bitta odamimiz o'zi namoz o'qiydi, bizga o'rgata olmayapti degan bir guruh aytgan shuni. Bolalar shu internet bilan o'shalarga namoz o'qishni o'rgandi. Ana hech qanday toifaga qo'shilishmabdi, boshqa dinga o'tib ketmabdi. Alindaqa buzg'unchi toifalar bilan Pokistonga yoki boshqa yerga ketib qolmabdi. Musulmonligini saqlabdi, o'zbekligini saqlabdi, odob axloqini, halol pokligini saqlab qoldi. Mana bunaqa holatlar juda yaxshi. Shuning uchun chet elda yurgan aziz millatdoshlarimizga ham yana bir takror bemalol. Mana biz saytda inson aziz degan bo'lim qilib qo'yganmiz. Shu ishlagani ketganlar, boshqalar ba'zi bir savollari bo'lsa, mushkullari bo'lsa, yordam berish ma'nosida. Elchixonalarimiz, konsulxonalarimizni telefonlari berilgan. Hukumat bunga tayyor, yordam berishga tayyor ekan. Hamma tarafdan bunasi bor. Xizmat ana shunday bo'ladi inshaalloh. Bu xizmatga hammani yana hamkor bo'lishga chaqiramiz. Alloh taolo xayr baraka bersin. Barchalaringizni shu yerga kelish uchun bosgan har bir qadamlaringizga bitmas tuganmas ajr savoblarni ato qilgan bo'lsin. Tilovat Qur'on duodan oldin qalb bosib qolgan ikki og'iz so'zlari bor ekan. Marhamat qiling. Assalomu alaykum. Ustozlar. Ismoil akam ko'plab mehnatlarni hisoblagan holatda yaxshi. Qani Ismoiljon. Bu odam kamtarligidan bizni esimizdan chiqib qoldi. Yaxshi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Haqiqatan duoda bo'ladigan Ismoiljon o'zini sheriklari bilan Abdubosit Qori o'zi ham boshqalar juda katta ko'lamdagi ishlarni amalga oshirishyapti. Alloh taolo o'zi madadkorlari bo'lsin. Suhbatimiz yakunga yetdi. Majlisimizni oxirini ham ixtitom qilib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. O'zing ushbu tilovat qilgan savobidan o'tgan barcha ajrlarimizni mahrumat aylagan. Ularga Qur'oni Karimni shafoatchi qilgan. Biz tirik qolganlar, yurganlar, hammalarimizga, xususan ushbu joyda umid bilan o'zingga qo'l ko'tarib duo qilgan bandalaringni, oila a'zolari, qavm qarindosh, yor do'st birodarlari bilan
hammalariga Qur'oni Karimni aziz qilgan, ifat qilgan, hidoyatchi qilgan. Qur'oni Karim ta'limotlari asosida yashab, baxtli hayot kechirib borishimizni o'zi nasib etgan. Alloh ushbu tanlovda qatnashganlar, uni tartibga solganlar, olib borganlar, mana shu ishni uyushtirishda, xususan ushbu ijtimoiy jamoani uyushtirishda, majlisni uyushtirishda qatnashgan, hissa qo'shgan azizlarimizni hammalariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Doimo shunga o'xshash xayrli, savobli ishlarda bardavom bo'lishib, ajr savoblarni to'plab olib borishlari, bu dunyoviy oxiratni baxtli saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgan. Alloh yaxshi niyat bilan qurilgan, olib borilayotgan bu farqlarni ishlarini yana barakotli qilgan. Butun xalqimizga, o'z tilimizda so'zlashuvchi insonlarning barchalariga ma'rifat nurini, ilm nurini, iymon nurini taratib borishda o'zing yordamchi bo'lgan. Doimo xayr barakada bardavom bo'lishimizni o'zing nasib etgan. Kelasi sanalarga bundan ham afzal holatda, yana ham katta yutuqlarga erishgan holimizda, yana ham masrur bo'lgan holimizda qayta jamoatlanib, to'planib borishimizni, o'zingning roziligini topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgan. Uzoq yaqindan qadam bosib kelgan azizlarni har bir qadamlariga bitmas tuganmas ajr savoblarni bergan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Rahmat sizlar, salomat bo'linglar. Bosgan qadamlar